billahi mineşşeytanirracim. Ve ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz seni alamlarga rahmat ishonligini jibardik diye Allah subhanahu wa taala 21-sura 107-oyat. Bu albatta biz bilamiz so'z Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam to'g'rida bor. Lekin Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham o'sir tugul bizga kishilarga tugul balki jinlarga da Allah subhanahu wa taala uni jibardi. Qur'oni Karimda biz buni bilamiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Ay, menga Allohdan xabar berildi. Tahqiq mindan jinlardan bir toifa Qur'onni tingladi. U jinlar qavmlarına borib siyladilar. Tahqiq biz ajoyib Qur'onni eshitdik. Ya'ni Alloh da Qur'onni qabul etib, Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga itoat etib yasharga tiyishdi. Yahdi ila rushdi fa amanna bihi va la nushrika bi robbina ahada. Ul Qur'on to'g'ri yo'lga ko'ndiradi. Biz ul Qur'oniga iymon keltirdik. Albatta Robbimizga hech kimni tengdosh qilmaymiz. 72-sura 1 ham 2-oyatlarda mana shunday ma'lumot Alloh subhanahu va taolo bizga beradi. Allah subhanahu wa taala shunday payg'ambarni bizga jibarib, albatta u bizni shodlantiradi. Ammo Alloh subhanahu wa taala Qur'oni Karimda mana turunda xabar da beradi. "Va ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran va nadhira, walakin aktharun-nasi la ya'lamun." Ey Muhammad, biz senga boshqa dunyo kishilarni payg'ambar etib jibardik. Alloh va itoat etganlarni jannat bilan shodlantirganing holda va itoat etmagan kishilarni jahannam azobi bilan qo'rqitganing holda, lekin ko'p kishilar shuni bilmaylar. 34-sura 28-oyat. Albatta, anglagan kishi turishi Allohga itoat etib yasharga. Endi anglamagan kishi albatta bilamiz deb aytadilar, lekin bilmaylar. Chunki tajribaga kiritmaganlar, turmushlarini oshirtirmaganlar. Allah subhanahu wa taala payg'ambarimizni bunday jibarib bu dunyoda hali onlarga imtihonlar da qiladi. Biz bilamiz, Allah subhanahu wa taala onlarga Toifa shahrini bordirdi. Ham Toifa shahrida majnunlar bolalarga o'z qabila oralarida siylashib, amr beradilar payg'ambarga toshlar otirga. Ham toshlar otganda tannadaraga ham ko'proq oyoqlarini irg'itadilar. Nima uchun? Chunki u vaqtda agarda kishi oyog'idan ulatadigan bo'lsa, onun uchun bir kimda kelib bir so'z aytmaydi. Chunki u o'lim, noshar o'lim deb sanaladi. Hamda shu oqqan qonlardan oyoqlari bilan chiqqan ravishda Jibril alayhisalom kelib aytadi: "Alloh subhanahu va taolo senga tov farishtasin itoat ettirdi. Narsa tilaysan shuni ishla. Narsa tilaysan amr etilganingdek shuni amrni ber" deb aytadi. Ham tov farishtasi aytadi, agar tilasam bu tovlarni qo'shtirib bu qavmni yo'qqa chiqaramiz degach, Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'z xulqisini saqlaydi. Abid o'zul xulqida. Ular qarang, agarda bizga biror narsa so'z aytsalar bu kunda, biz narsa ishlarmiz. Biz chiqamiz, sunnat biz aytamiz, Allohga, payg'ambarga itoat etamiz. Agarda bo'lay deb aytsalar, narsa so'z aytsalar, biz narsa ishlarmiz. Mashinada borganda biroz kestirib olsalar, biz narsa ishlarmiz. To'xtab chiqib, mana so'rga azam deb shoybi. Bu sunnatga loyiqmi? Bu payg'ambar xulqisina loyiqmi? Nima yo'lab qaramiz? Biz shaharga kirdik, ham bizga har birimizga toshlar bilan ota boshladilar. Bir narsa ishlarmiz ekan. Biz bilmayman, biz yo qaytib avtomat bo'lsa, avtomat borib shu shaharga kelib qaytirmiz deb o'ylayman, bilmayman. U kishi shulay. Agarda senga jinoyat keltirdilar, zulmot keltirdilar, agarda biz javob berishga hazır, illamagar islom dini. Agarda bizning yerlarimizda islom dini bo'lsa, agarda payg'ambar shusi biz kelsa, shu vaqtda biz tirishamiz ishlarga. Og'ir so'z aytlar, sabr etirgan. Noshar so'z aytlar, sabr etirgan. Mashina kestirdim ekan, sabr etirgan. Hatto agarda albatta u og'ir, yengil deb aytmayman. Suqsallarda shu vaqtda sabr etib, yoshliq bilan javob bersak, mana bu agarda shunday ishlay olsak, biz endi birozna payg'ambarimizning xulqisini o'shay boshladik degan so'z. Agarda bir noshar so'z aytib, biz sabr etib qoldik ekan, indashmishagina bo'lsa-da, birozgina payg'ambarimizning xulqisini o'shay boshladik endi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va innaka la xuluqun azim."
tahtidi. Sen buyuk xulqdasan. 68 sura 4-oyat. Shunga ko'ra mana shunday payg'ambarni bizga Alloh taolo jibardi. Alloh bayasi biz Allohga tiyishmiz. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va ma yuti'illahu va rasulahu va yakhsha Alloha va yattaqi fa ulayka humul faizun." Birov Alloh va rasuliga itoat etsa va Allohdan qo'rqsa, ham gunohli yo'ldan saqlansa, Alloh jinguvchilardir. 24-sura 50-oyat. Oxiratdagina tugul, bu dunyoda da. Chunki ko'p ishlarlarda bizga o'zimizga zulmlik ne ishim qayta. Chunki biz mana shu Alloh qo'shgancha yashaymiz. U turmoq shekilli bo'lib chiqadi. Turmoqqa bosganda ne ishimiz biz? Turmoqqa bosdingmi sen? Biroz vaqt o'zgandan so'ng oltoyoq boshqa ketirib sug'a bizga har birimizga. Mana turmushda da shulay. Agar biz Allohga, Rabbimizga bilim olib, itoat etmaymiz ekan, shu vaqtda o'zimizga qaytadi. Shunga ko'ra ko'p ishlarda musulmonlar bu kunda mana shunday og'ir hollarda. Chunki Allohga itoat etuvdan ketdilar. Allohga itoat etuv o'lgirtiga suvshu yo'q tugul, aniqda so'z bormi? Eng birinchi yaxshi xulqlik bo'l. Chunki Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam bizga xabar berdi. Men sizga jibarilmish, sizning xulqingizni yaxshitir ishim deydi. Naqasham biz yaxshi xulqli bo'lib, o'zini aniyatlarimizga, xotinlarimizga balki kishi sukansindir. Abna hozir sen musulmon bo'lding edi. Allohga misol bo'lib, akirnab hikmat bilan dinga kirsak, dinga sabab Allohning dinga kirishuna sabab bo'lsa, namozlarga bosinglar. Shu vaqtda biz biroz izgilik qilgan bo'lamiz. Shu vaqtda biroz yaxshi boramiz. Chunki Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam o'z nafsi uchun bir kishiga dushman bo'lmadi. Shunga ko'ra biz tirishamiz endi Allohga itoat etib, Payg'ambarga itoat etirgan. Lekin shuni istat turgan gil. Umar ibn Abdul Aziz shunday ma'nosida aytadi: agarda kishi bilmisha biror amal qilayotgan, foydaga qaraganda zarari ko'proq bo'lashadi. Mana agarda biz vrach tugul bizga aytsalar operatsiya ishlar, biz vrach tugul, meditsina bilan bayli tugul, lekin aytsalar ayda operatsiya ishlar, biz nishada biz bu kishini biz o'tiramiz. 99%. Chunki biz bilmaymiz ish ishlarga. So'ng dinimiz shulay. Agarda sen biror qonunga keldingki, eng birinchi qoida meditsinada shekilli, tabibchilikda shekilli zarar keltirmaydi. Zarar keltirmaydi. Shunga agarda biz o'ylasak, nindi jinoyatlar aşağı, nindi onlara qarata, nindi avrular aşağı payımız o'tdi. Shu vaqtda yuraklarımızda muhabbat uyana başlaydı u kishiga qarata. Biz aniyatlarimizni yaratamiz. Alloh bizni ishontirishadi. Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam Allohga da foyda keltirdi aniyatlarimizga da. Ham bizga da bu dunyoga qarata, ham kelajak turmushga qarata, oxiratga qarata. Ham Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Hozirda biz payg'ambarga yaratib bitdi, ham nishlarga biz tiyishmiz. Masjidga yig'ib yurgan ekan, istan tushib sikrga tiyishmiz, nishlarga biz tiyish. U yurgan yerlarni u yerga tiyishmiz, narsa ishlarga biz tiyish. Yesa kiyimni topib, kiyimni ibodat qilib yashirib tiyishmiz, narsa ishlarga. Nechik payg'ambarimizni yarattirga, nechik biz u hisni shiorga tiyishmiz deganda Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh va yaghfiru lakum dhunubakum vallohu ghafurur rahim." Aytdi: agar Allohni yaratsangiz, menga ergingiz. Menga ersangiz Alloh sizni yaratir, ham gunohlaringizni yo'qlar. Tavba etib, Alloh yo'lina kirsangiz, u albatta yo'qlovchi ham hakimdir. 5-sura 31-oyat. Ya'ni biz payg'ambarimizdan o'shirga chiyishmiz. U qilgan amallarni qilirga chiyishmiz. Narsada muhabbat Allohga qarata bilinadi. Mana narsada Allohga qarata muhabbat bilinadi. O'zi bizga o'ylab chiqargan indidir ibodatlar kerakmi? Nima ko'rsatilgan endi? Lekin agarda kishi Allohga itoat etmasa, o'zim so'ylayman. Bilmisha o'zicha bir yo'l so'ylaydi. Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam shunday ma'lumot beradi. La yaridanna alayya aqwamun a'rafuhum va ya'rifuni. Mening oldimda qiyomat kunidagi qolib kelib bosadi. Men ularni bilan, ham ular meni bilalar.
Thumma yuhalu bayni va baynahum. Bir zaman aramızda tirak kelib chiqadi. Kela olmaslar ular. Men de ularga kela olurman. Kela olmam. Faqulu innahum minni, men aytaman. Ular bit mendan, nechun tirak kelib chiqdi deganday. Shu vaqtda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Haqiqatda sendan so'ng narsa ular ishladilar, sen bilmaysan. Ya'ni kitoblarni o'zgartirdilar, o'zincha shariat hukmlarini ishlay boshladilar. Faqulu suhqan liman ghayra ba'di. Bu Muslimda ham Buxoriyda hadis keladi. Ketigiz, men de aytirman, ketigiz. Kim mendan so'ng o'zgartdi? Bu hadis Buxoriyda ham Muslimda keladi. Bu hadis sahih deb ataladi. Ham bir vaqtda bir aytuvchi, solih aytuvchi shunday ma'no so'zlar aytadi. Man yadda'i hubban nabi wa lam yafid min hadihi fasafahatun wa hura'u wal hubbu awwalu shartihi wa furudihi in kana sadiqan ta'atun wa wafa'un. Kimda kim? Men payg'ambarimizning yaratam desa. Mana shu vaqtda shu ma'no so'zlar aytadi bu kishi. Kimda kim payg'ambarimizning hadiyati, ya'ni padarabeydi. Hidayati bilan qo'llanmoqcha, "Olma yaratam" desa, mana agarda Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam bizga keltirgan g'amallarini, izgiliklarini ularni misol etib turmushga kiritmasak, lekin men payg'ambarni yaratam deb yursak, shu vaqtda bu g'anim aytadi, bu bo'sh so'zlar deydi. Asllari bu so'zlarning yo'q, bu bo'sh so'zlar. Chunki Alloh qarata, payg'ambarimizga qarata muhabbatning birinchi sharti ul itoat ham to'g'riliq. Kimga itoat? Payg'ambarimizga itoat. Ham to'g'riliq. Bosdim, davom etasiz. Ham eng qizig'i, agarda biz shunday qilsak, albatta bilim bilan deb aytadi. Bilim sizlarga aytilmagan eng birinchi sura Iqro, o'qi degan oyat keladi. Bunda olmaslik kerak. Asl bilim bor. Har bir musulmon xotin qizida u asl bilimni olib, shu vaqtda albatta qiyomat kunini Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam shafaatini Alloh bersa erishirmiz. Ham shu vaqtda bir vaqtda Abu Hurayra dan keladi bu hadis. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga so'rov beradi. Ya Rasululloh, man as'ada an-nasu bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Eng baxtli qiyomat kunida sening shafaating olishi kim bo'ladi degach, Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi: "As'ada an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illalloh kholisan min qalbihi aw nafsihi." Qiyomat kunida mening shafaatimni olib bilan eng baxtli bo'lashaq shu. Kim ixlos ko'ngildan Allohdan boshqa iloh yo'q desa, ixlos ko'ngildan aytasan ekan, sen shuni bilan yashaysan. Shuni bilan yashagach Allohga itoat deb yashaysan. Shu o'rinda olmasa kerak. Ham albatta taom bir narsa, bek yaxshi narsa qiyomat kunida bo'lashaq. Alloh taolo Qur'on karimda aytadi: "Inna a'toynakal kawthar." Biz senga Kavsar yo'lgasini berdik. 108-sura 1-oyat. Ham boshqa hadisda Payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam shunday matosida aytadi: "Inni faratukum 'ala al-hawdi man marra 'alayya shariba wa man shariba lam yadhma abada." Durustlikda deydi, men sizni havd yonida siz kutashapman deydi qiyomat kunida. Havd shu endi olim bir o'zimcha kula qoida kishi suv ichadi. Mening yonimga kelgandek ondan ishab, ondan ichgan kishi bir qashonda suv sovuni sezmasdi. Shukr Alloh taolo har birimizga nasib etsa edi. Bilim bilan ishlab, Allohga ham Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga itoat etib, bu dunyoda yashab, kelajakda Alloh shafaatini oladi. Ham Alloh taolo har birimizga nasib etsa shu havddan ishib, shu darajaga yetirgan. Subhanakallohumma bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Vallohu sami'un.